Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardagi qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti ve bunun iki vaqti xayrli olsun. Ben Abdulaziz Beştoğrak, İstanbul'dan sizlarga Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamni berish bilan birga bugungi tadbiriy sin dersimiz 91. sin dersimiz başlandı hazır. Bunun da seher saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarhılarını yetiştiriş en güçleri degan kitaptan kelgen yerimizden devam kılımız kadarlı qarindoshlar. Avazımı yaxshi chiqib yetibdi. Tamam. Endi olsa dersimizni kelgen yerden davamlaştıraylı. Bu kitapni Türkiye'deki İstanbul'daki her kaç kitapxonalardan tepib olasizlar. Biz ivetip bersekim buldu qadirli qarindoshlar, setib elib bir ko'rib chiqishinglarni umid qilaman. Va alaykum assalom. Oldingi babda, yani 4. bab, hozir shu 4. babning davomini o'qiymiz qadirli qarindoshlar. Tiz başlan şu an hazır derhal degan dersini ügünüş ve rekabette ünü Muhammed'in muhim bugünkü işini hergizmo etiga koymang, derhal hareketleneyle, zirikip bel kuyvetmeyle. Bugün mağmısınız, ete yuguruşki mecbur bulasiz degan mezmunlarını bugün hep kalgan aşını 4. babdan birlikte davamlaştırırız qadirli qarindoshlar. Yani bu bir haftada, yani şembe gününün düştünkini şu vaxtlarda takriben 20 bet okuyumuz. 20 bet okuşumuz için 1 saat vaqt ketidi ekan. O'zinglar o'qisanlarmi tepib texmi yaxshi bo'ladi. Ammo shunda birlikte tadbiriy sin derslarida birlikte o'rgansak bo'ladi canım qarindoshlar. Ana olsa 4. babni tapaylı 5. babdan kelar hafta başlayımız inşallah. Ügünüş ve rekabette ünüm hemmedin muhim. Bu doğruluk biz ünümdar kişilerinin 7 xisleti degan bir kitapni Stephen Covey'nin dağlıq kitabı bu. Aşı kitabını birlikte 19 qatib ders qilib 20 saatda mushundaq her shanba kuni ügünüp 20 haftada tugatdik canım dostlar. Anda olsa bugün Harvard'daki seher 4:20'deki Harvard degan seher saat 4:20'deki Harvard degan kitaptan kelgan yerimizden 4. babdan başlayımız. Tiz başlan şu an hazır derhal. 4. bab kichik mezmun ügünüş ve rekabette ünüm hemmedin muhim. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxiş hikmeti. Her bir mavzuda şuna bir hikmet var. Meyli ciddi ügünüş ya ki aldıraş hizmette bolsun. Ünüm başkalarının aldığı işkellikinizin ölçümüdür. Deptim. Men her günü nurgun vaktini ügünüşke serip kılgan. Men her günü nurgun vaktini ügünüşke serip kılıdığan. Lekin onu dep bunundan kurup kalıdığan. Azrak mı ünüm hasıl kılılmaydığan nurgun dostlarını köydüm. Hazır cemiyetin terakkiyatı tiz boğaçqa uçqandak terakki kılıvatıdı qadirli qarindoshlar. Kişiler nime kılışını bilinmey kalmakta. Şuna meyli ügünüştü ya ki kişinki hizmette bolsun, önümge ehmiyet birdiğallarla kerametini köstüp, yeni devirdeki meşhurlardan bulup kalmakta. Biz sap altın noksansız adem bolmaz degan gepni kichikimizdan la tushensek mi, lekin dostlarning ügünüş ve keyinki hizmetide hiç kandak önümge erişilmese yaşaş rekabeti tarafidan şallı bitilinişi mukarrer. Meşhur karxanachi Jack Welch mundaq degan edi. İctimai rekabette ünüm kem bozu bulmaydıgan muhim amil. Ünüm şirket ve hizmet xodimlarga en yaxshi ruhiy kayfiyat beg'ishlaydi.
sizni jalb qiladi. Nurg'un yosh o'smirlar o'rganish va xizmatning unumini o'stirish uchun o'rganish va xizmatda qiladigan o'rganish va xizmatga sarf qiladigan vaqtini uzartish orqali nurg'un bilim olib, xizmatni texmo yaxshi ishlamoqchi bo'ladi. Şunu ola xizmat bilan o'rganishga qancha ko'p vaqt sarf qilsam, o'rganish va xizmat unumim shuncha yaxshi bo'ladi deb qarab, ko'p vaqtini o'rganish va xizmatga sarf qiladi. Bizningcha o'rganish, xizmat unumi bilan vaqt o'ng tanasib bo'lishi natayin. Shunlashqa biz vaqtni qandoq uzatishga boshqa turmay, balki ish unumini qandoq o'stirish uchun baş qaturishimiz lazım. Meyli ciddi o'rganish yoki aldirash xizmatda bo'lsin, unum boshqalarning oldida ekanligingizning o'lchimidir. Professor Harvard Soda institutida korxona boshqarish darsi o'tganda o'quvchilarning guruhiga bo'linib doklad tayyorlashni talab qiladi. O'quvchilarga nisbatan aytganda, guruhiga bo'linib doklad tayyorlaganda ularning hamkorlik iqtidorini chiniqtirg'ili, shundaqla o'quvchilar va guruhlar orasidagi raqobatni oshirg'ili bo'ladi. O'z guruhining keynida qolmasligini kafolat qilish uchun unumni o'stirishga to'g'ri keladi. Boshqa o'quvchilar qaraganda Buret mukammallikka va unumga intan e'tibor beradigan o'quvchi edi. Shunga hech kim uning bilan bir guruhi bo'lishni xohlamaydi. Halbuki Buret bilan bir guruhi bo'lgan o'quvchilar ilojisiz holda jafoliq hamkorlikni beshidan kechirishga majbur bo'ladi. Buret saboqdoshlari qilgan ishlardan doim bir muncha qusur nuqson izlaydi. Ba'zida saboqdoshlarning temisini o'zgartirdi. Buretning guruhidagilar boshda uningdan norozi bo'lishdi. Buretning guruhidagilar boshda uningdan norozi bo'lishdi. Keyin uning qusur nuqson izlash odatiga borgancha ko'nib qolishdi. Hatto ba'zi saboqdoshlari o'ziga taqsimlangan vazifani o'rinlamay Buretga elib qo'ydi. Buret albatta zehnini boshqalarning temisini ishlashga sarf qiladigan galvonlardan emas edi. Shunga u guruhdoshlari o'ziga elib qo'ygan ishni qilmay, eg'izcha doklad berishga 3 kun qolganda zukamdab qolg'achqa guruhining ishiga qarshilik qildiganligini aytdi. Uning bu gapini anglab xafa bo'lishgan guruhdoshlarining bir nechasi 2 kecha kunduzda dokladni bitkizdi. Buret guruhidagilarning yuqori unumini quvvatlab mundaq deydi. Emniyatda sizlar unum hosil qila olasizlar. İşleganlaringlar shundoq obdan bo'pti. Bu chaqda guruhidagilar Buretning ko'nglida nima o'ylaganligini bilishdi. Lekin texmi muhimi o'zlarining yetersizliklari ustida o'ylashdi. Vaqtdan foydalanish mutaxassisi o'rganish planingiz qarg'ulachi bo'lsa, uning unumi intayin tuvan bo'ladi degan edi. Atrofimizdagi nurg'un yoshlar unumga ahamiyat bermaydi. Daim o't o'chirguchining ishini takrorlaydi. Ular cheklik vaqtni doim o't o'chirishga sarf qilib, jiddiy ish bilan muhim ishni tamoman farqlantirmaydi. Ular ko'p vaqtini xatardan betaraf qilishga ajratib, hamma tarafda o't o'chirdi. Oxir herib holidan ketadi, qilishga tegishlik ishlarini qila olmaydi. Atrofimizdagi nurg'un yoshlar ko'p vaqtini ushshaq-tushshaq ishlarni betaraf qilishga sarf qilib etib, cho'ng ishlarni betaraf qilishga tutish qilganda eng yaxshi fursatni o'tkazib etadi. Ular shundoq yomon aylanishni doim takrorlayverib, vaqtini bekor o'tkazib etadi. Unumga erisha olmaydi. Yosh o'smir do'stlar amal qilib vaqtidan muhim foydalanish kerak. Shunda qilgandala o'rganishning texmi unumi bo'ladi. Chunki raqobat keskin bo'layotgan bugungi davrda unum hammadan ustun turadi. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Harvard universitetidagi har bir o'quvchi degudek unumga intayin ahamiyat berdi. Ular cheklik vaqtda o'z iqtidorini to'liq joriy qildirishni eng qisqa vaqtda
texmi köp bilim egallaşni biladi. Emse Harvard Üniversitesi'nin okuvchiları ünümünü qandaq östürüdü? Birinci, ögünüş vaktini muvaffaq azaytish. Ma'nisiz ögünüşten ziriksiniz, ögünüş vaktinizde muvaffaq azaytishni sınap görün. Avval özünüzde erkin, azade kuyup etin. Andın ögünüşni yeni başladığınızda ünümünü görürsüz. İkinci, bir gündeki en yaxşı ögünüş vaktini egellen. Psikologlarning bayqishicha, tushdan burun saat 8, tushdan keyin saat 2 ve kech saat 8'de odamning ruhiy holati en yaxshi bo'ladi ekan. Shundaqla odamning ruhiy holati 2 soat bir xil turgandan keyin bir tuvallaydi ekan. Siz mushu qonuniyatni obdan egilab, ögünüş vaqtini muvofiq o'rinlashtirsangiz, ögünüş ünumingiz cho'qim yuqori ko'tariladi. Üçüncü, muayyen dam elish vaqtiga kapolatlik qilish kerak. Ögünüş vazifangiz har qancha eg'ir bo'lsa-mu, azroq dam elishni unutib qolmang. Alayliq bir necha soat narsa o'qigandan keyin yoki yozgandan keyin azroq vaqt ajratib dam elishingiz kerak. Yani bizde oynashni bilgan, yani dam elishda o'ynashma. Oynashni bilgan odam ögünüşni biladi deydigan bir gap bor, qadrli qarindoshlar. Endi Harvard Üniversitesining siniqi o'tishdan burun meningki ögünüş usulini deb qo'yay, ya'ni chet el tili ögünüş usulim. Men odatda oldi bilan xanzurcha o'rgandim, oldi bilan uyg'urcha o'rgandik-da. Xanzurcha o'rgandik xitoychani, undan keyin undan foydalanib yaponcha o'rgandik. Yaponchadan keyin inglizcha o'rgandik. Onu İngilizceni Japoncadan paydalanıp öğrendik. Onundan keyin Türkçeni öğrendik. Onundan keyin Suriye'ye berip Arapçını öğrendik. Türkiye'ye kelgandan keyin Türkçeni okuduk, kursga kiydik, baştan tartib okuduk. Onundan keyin Koreyachani öğrendik. Lekin yaş 30 necha yaş kirdi bu vaqtda. Ammo burun öğrengen tillarni qanday öğrengen desanglar, burun öğrengen tillarni ettigini aşı yurt ne? Hazır ma yurt deyimiz Türkiye'de. Vatanda aşı yatak vardı. Bizden opçu yataklar. Ben Sanat İnstitut'ta okugan 92'den 96'gacha. Etdigende aşı iş baqa bizden binanınki işkisini açmazda pastga tushib saqlaydik. İşini açıp bergandan keyin etdigende chiqib qo'limizda İngilizce yoki Yaponcha kitap. Onun ham sözlük. Birincisi ham sözünü yodlaydik. Onundan keyin onu ham sözünü yodlash uchun xata yodlab qolmaslik, talaffuzi chataq chiqarmaslik uchun anglaydik. Necha qata anglab etib, ya bir qata, ikki qata anglayotgandan keyin o anglaganlar native speakerlar. Yapon bo'lsa, Yaponiyaninki, Yaponning o'zi. İngiliz bo'lsa, İngiliz o'qigan ashlarni anglaydik. Ashuni anglab, so'zliklarni yodlab, undan keyin tekstga tushamiz, tekstlarni yodlaymiz. Sözlüklerini yodlagan vaqtimizda sözlükte qop degan bo'lsa, qop, sakri degan bo'lsa, sakrab o'zimizga o'zlashtirishga, o'zimizning binasi qilishga tirishdik. İngilizceni yodlagan vaqtimizda tekstlarni masalan, mayli yaponcha bo'lsin, uni shu etganlik vaqt 2 soat vaqt ashunda o'tib ketdi. Ondan keyin chayimizni ichib, ondan keyin muzokara xonligiga kelganda xabar deb qo'ydik. İyalada biz yoki o'zimizning uyda bo'lsin, aşo nimelerini, tekstlerini yazıttık, cümle meşqlerini işlettik. Tushdan keyin shu, ondan keyin aşo kitapdan, ders kitapdan bir narsa qilib qolmaydi. Aşo uchun o'rganib, ondan keyin yezish, asosga tushdan keyin yezish, ya'ni so'zliklarni ettigini yezishgani, ettigini yezib, so'zliklarni bir qancha yerga ham o'qib, ham anglab 5 narsani birlikda qilamiz. Yazımız, yazgınımızda okuyumuz, doğru telaffuz qilish ettigen öğrendik ya. Onundan keyin onun Uyg'urcha tercümesini deymiz yoki boshqa tildagi tercümesini o'zimiz o'rgangan. Onundan keyin bu o'qigan narsamiz anglangan, tinishalgandan keyin kallamizda texmo nima qoldi. Yazgan vaqtida bir so'zni 5 yerga, eng az 5 yerga yozdik. To'g'ri yozishni mashq qilib, shunda o'rgandik. Bu bir tajriba, sizlardimi Bob qolsin qadrli qarindoshlar degan niyatda da'vat va bu narsalarni
Şuna ögünüşnün vakti, usulü, ünümü bek mühim. Degендek, psixologlarning degan gibi nəhayət to'g'ri. Shu için iş qilishimiz kerak. Endi Harvard Universitetining siniqi. Qandaq ahvolda ögünüş ünümünüz eng yaxshi bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlarningki kechlikda kichik o'rgangan chog'da yaxshi bo'ladi ekan. Bundaq odamlar bek oz sonda bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar kunduzi o'rgansa bek kallasida qoladi ekan. Kechida o'rganganlar shaparanglar. Ya'ni bular o'qish demdik. Aşına o'xshash kichik harakat qildik Allah. Kunduzi o'rganganlar bulbullar deb bundan ayrıldı ekan. Harvard Universitetining siniqi. Qandaq ahvolda o'rganish ünümünüz eng yaxshi bo'ladi? 4 tane savol so'rabdi. Birinchi, imtihon besimini his qilganda. Ikkinchidan, o'zingiz yaxshi ko'rgan darsni takrorlaganda. Uchinchidan, yerim kechidagi jimjit chog'da. To'rtinchidan, o'rganishingiz muhitning ta'siriga uchramaganda. Bunga javoblar har xil bo'ladi. Javobning ta'siri birinchini tanlaganlar, ya'ni imtihon besimini his qilganda o'rganganlar, sizlar paytni o'tkazib qo'ydiganlar, imtihon yaqinlashganda zihninglarni yig'ib xotirjam o'rganisizlar. Amaliyotda sizlar o'rganish bilan imtihon o'ttirisiga tenglik belgisi qo'yishga emas, balki ixlos bilan bilim egilashning huzurini sürüşke muhtaç. Endi ikkinchisini xohlaganlar, o'zingiz yaxshi ko'rgan darsni takrorlaganda. Buni qanday kishilar bularning unum qozonishiga sabab, ikkinchisini tanlaganlar, aniqki, sizlarning o'rganish iqtidoringlar yuqori. O'zinglar qiziqqan sohani tirishib tadqiq qilsanglar, tezla shu sohaning ixtisos egisi bo'la olasizlar. Lekin o'zingga qiziqmaydigan darslarga duch kelganda kallanglar ishlamasligi mumkin. Endi uchinchisi, yerim kechidagi jimjit chog'da o'rgansam yaxshi bo'ladi deganlar. Sizlar jimjit muhitda o'rgansanglar, unumiga erisha oladiganlar. Sizlar o'zinglarga imkon qadar jimjit muhit hozirlashni, uni o'rganish odatinglarga moslashtirishni o'rganib olishinglar kerak. Onda qism qilmasanglar, o'rganishinglar ta'sirga uchrash sababidan bearam bo'lasizlar, debdi. Endi 4-turlik o'rganishingiz muhitning ta'siriga uchramaganda, menda chaqda o'rgansam yaxshi bo'ladi deganda tanlaganlar, sizlar irodasi intayin kuchlik, shundaqla chidamchanlik intayin zo'r, cho'ng minganglarning inkosi odatdagi odamlarninkidan tiz kishilar. Sizlar har qandaq muhitda o'rganishga kirishib keta olasizlar. Yana kelib o'rganish unuminglarmi yuqori bo'ladi, debdi. O'rganishingiz muhitning ta'siriga uchramagan chaqda eng yaxshi nochilar mushular ekan, qadrli qarindoshlar. Endi 4-babdan 2-mazmun, bugungi ishni hargiz ertaga qo'ymang. Ya'ni ertaningmi o'ziga xos ishi bo'ladi demoqchi. Bugungi ishni ertaga qo'ymang. Harvard Universitetining ilhom baxsh hikmati. Ertani saqlab turgan kishi bugunni o'tkazib o'tadi. Chunki siz saqlayotgan erta sizga faqat halokat va qabra ato qiladi, debdi. Qadrli qarindoshlar, Tadbirya isim darsining 91-darsida o'rganayotganimiz sahar soat 4:20dagi Harvard degan bunu kitap davomlashtiramiz. Bugungi ishni ertaga qo'ymang. İtaliyalik mashhur radio injeneri Makni muvaffaqiyat qozonishning siri tez harakatlanishdak yaxshi odatni yetildirishdan iborat degan edi. Tez harakatlanish Harvard o'quvchilarining alohidaligi. Siz Harvardning kutubxonasiga borsangiz, bugungi ishni ertaga qo'ymang degan ibratli so'zni ko'rasiz. Biroq real turmushda buni haqiqiy amalga oshira oladigan yosh o'smirlar zodi qanchalik? Men tushungan ba'zi yoshlar angliq yoki angsiz holda bugun qilib bo'lishga tegishli ishni ertaga elib qo'ydi. Ertasi nurg'un ishlari borligini bayqishidi. Shuning bilan ertasidagi ishni o'gunga tashlab qo'ydi, shundoq ketaverdi.
Mushunda ketivergechke işleri dövülünüp kılıp hiç işqa yetişemeydi. Bundaq yaşlar daim aldırangılık kılıdı. Biroq meseleni hal qilishning yaxshi chorasini topolmaydi. Shuning bilan vaqtning qisliqidan zarlanadi, o'zining so'ralmaligidan mushundaq oqibatning kelib chiqqanligini bilishmaydi. Amaliyotda bu ahvol faqat yosh o'smirlarda ko'riladigan ahvol emas. Atrofimizdagi quramiga yetgan nurg'un kishilarmi o'z vaqtida ashundaq qilgan bo'lsam, bugun bundaq bo'lmagan bo'ladi yoki navoda ashu yili sodini boshlagan bo'lsam, hozirgacha boy bo'lib bo'lgan bo'lardim deb o'kinadi. Har qanday fursat sizni uzun kutmaydi. Navoda keyingi surishning sizni mangulik zararlanishga mubtalo qiladiganligini bilsangiz, navoda siz hozir harakatlansangiz, kelgusiniz nurg'un mumkinchiliklar bilan to'lib toshqan bo'ladi. Harvardning o'quvchilari vaqt intayin qadrlashga tegishli narsa deb qaraydi. Ular vaqtni muvaffaqiyat qozonishning birinchi asosi. Dunyodagi eng baxtsiz ish vaqtni ketkizib qo'yish deb biladi. Shunga ular ish qilganda darhol boshlaydi, mutlaq orqaga tortmaydi. Harvard Üniversitesi'de elip verilgan bir tədqiqat ve ögünüş yığınında profesör o'quvchilar bilan bir faoliyat qilish qaroriga keldi. Profesör yanchuqdan 100 so'mlik puldan birini elib, pastki o'quvchilarga bir o'yin o'ynab baqayli. Hammanglar darhol harakatlaninglar. Qaysinglar 50 so'minglarni qo'limdagi 100 so'mga tegishisizlar. Profesör bu gapni bir necha qatim takrorlaydi. Lekin o'quvchilarning hech qaysisi undamaydi. Profesör xeli saqlaydi. Axir bir o'quvchi tarting'ini saktiga chiqib, gumoniy nazar bilan professorga va uning qo'lidagi 50 so'mga qarab turib qoladi. Nimaga arisaldi bo'lib tursiz? deydi professor o'quvchini rag'batlantirib. O'quvchi shu chaqda qo'lidagi 50 so'm pul bilan professorning qo'lidagi 100 so'm pulni almashtirdi. Oxirida professor bu o'yinni xulosalab bundoq deydi. Navoda boshqalardan o'zgacha muvaffaqiyat qozonaman desangiz, ikkilanmay birinchi qadamni besing. Harvardning o'quvchilari bugungi ishni hargiz atiga qo'ymaydi. Biz Harvardning darsxonalarida professorlarning doim mardona holda atini saqlagan odam bugunga ega bo'la olmaydi. Chunki siz saqlayotgan ata sizga o'lim va qabr ato qiladi deydi. Harvardning o'quvchilari bu ideyani o'rganish bilan xizmatda aminlashtirgan bo'lib, ular bugungi ishni bugun qiladi. Hargiz atiga qo'ymaydi. Yoshlar o'smirlar qalbi g'oya va orzular bilan to'lgan bo'ladi. Yosh o'smir do'stlarning qalbi g'oya va orzular bilan to'lgan bo'ladi. Lekin ularning ba'zilari darhol ishga kirishmaydi yoki planlarini orqaga suradi. Orqaga suzadi. Oxirida g'oya orzularini, planlarini yo'qqa chiqaradi. Shoir John Miltonning "Yuri turib saqlaganlar erishalmas hech nimaga" degan cho'nqur ma'nilik bir misra she'ri bor. Bu bir misradagi mazmunni obdan o'ylanishimizga arziydi. Navoda aktiv harakat qo'llanmasak, o'lim bilan muvaffaqiyat nadin keladi? Haqiqiy muvaffaqiyat osmondan tushmaydi. O uzun vaqt jafoliq o'rgangan va xizmat qilganlarga mansub bo'ladi. Qisqasi, yosh va o'smir do'stlar, ishni mangu keyniga so'zmasdan bütün dunyoga o'zingizning munavvar odamligingizni, shundaqla amaliy harakatingiz orqali hozirdan boshlab tirishadiganligingizni bir qadamdan muvaffaqiyat manziliga qarab ketayotganligingizni jakalang. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Harvardni bitkizgan bir korxonachi o'zining muvaffaqiyat qozonish tajribasini yakunlab mundaq degan edi. Hozirdan boshlab ishlayli. Halbuki turmushdagi nurg'un yosh va o'smir do'stlar saqlashga va keyniga suzishga xushtar. Hamisha o'zi muvofiq vaqt deb qaraganda andin tutish qilishga odatlangan. Biroq vaqt siz kutib
turganlığınız üçünla kadimini asıtılıtıp kanmaydı. Keynide suzuş sizden muvaffaqiyet bilen boğan arlıqınızda bağan sıra yiraklaştırıp ötüdü. Ondaqda, yaş ve ösmür dostlar keynigi suzuşdan ibaret yaman adetini qandaq özgertişi lazım. Biz Harvard profesörlerinin bu haktaki tekliflerine qarab bakaylı. Birinci, nispeten çoğrak vazifeni bir netçigi bölüp, onun ilgili kiyilik tertibini urullaştırıp, şu tertip boyunca tamamlaş gerek. İkinci, qararlı iniq boğan iş vazifeni meyli o çoğun ya kiçik bolsun, aşu qararlı işi de urulaş gerek. Üçüncü, yana iş vazifenin mühim ya ki mühim emeslerini, ciddi ya ki ciddi emeslerini ayrı lazım. Navada alayda bir mühim vazife bolsa, onu orundaş üçün bazı mühim bolmagan vazifelerini keçiktürüşke ya ki suzuşqa boladı. Əməliyyatda bu haqiqiy keynigi suzuş hesaplanmaydı. Dördüncü, her kıtımda bir vazifeni orunda bolğanda özünü mükapatlaş gerek. Bu mükafat maddi cihetki mükafat bulmasdan manevi cihetki mükafat buluşu gerek. Alaylık vaqt ajırtıp özünüz yaxşı görgen işini qilishiniz lazım. Yani mühim iş, yani vaqt başquruş, 4-cü evlat vaqt başquruş usulü doğruluk ünümdar kişilerninki 7 adeti degan kitapta birlikte ügendik. Şeye qarab baksanlar bolup. Harvard Üniversitesi'nin sınık. Siz dadınız, apınız, sınlınız bilen billa resim güçtünler. Apınız dadınızdan 10 tarafıda, siz apınızdan sol tarafıda. Sınlınız dadınızdan 10 tarafıda ondaqda resim güçkenlerinin soldan 10'a tertibi qandaq buludu degan sualken cevabı aldı bilen apınız dadınızdan sol tarafıda bulup red tertibinde bundaq buludu. Apınız dadınız. Andın apınızdan sol tarafiga asasen yine bundaq tizilisiler. Siz apınız dadınız. En ahırda sınlınız dadınızdan 10 tarafiga asasen bundaq tizilidu. Siz apınız, sınlınız, dadınız. Şoňa resimge tatqanda soldan 10'a boğan tertip bundaq buludu. Siz apınız, dadınız, sınlınız. Kadirli qeyrindaşlar, 91-ci tədbirgah isim dərsimizdə birlikdə öyrənib atqınımız. Qolumdakı bu noç kitap, səhər saat 4:20-deki Harvard degan kitap. Bunun da nurgun öyreniş usulları, irade, ondan başqa nurgun məsələlərini birlikdə öyrənib ötümüz. Dərhal hərəkətlənməklə, zirkib bəl qoyub etməklə. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Bugün kılıp bulalaydigan işini hergiz etiga koymang. İş qilganda zirikishdan xoli bo'lish tez. Kishilar zirik bel qo'yib etishning harakat jihatda bevosita mag'lubiyatga elib bordiganligini bilolmaydi. Yani derhal hareketleneyle zirkip bel kuvvetmeyli. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Bugün kılıp bulaydigan işini hergiz etiga koymang, iş qilganda zirkishdan xoli bo'lish tez. Kishilar zirkip bel kuvvetishning harakat jihatda bevosita mag'lubiyatga elib bordiganligini bilmaydi. Harvardning o'quvchilari o'rganishni qizg'in suydi. Shundaqla derhal hareketlenishning muhimligini biladi. Ular ögünüşünün besiqliğinin çarçap qanmaydı. Bu umumyüzlük mevcut haqiqatdir. Navada xizmetingizni keyniga so'zsangiz, zirik bel qo'yib muvaffaqiyat sizga yaqin yo'lamaydi. Muvaffaqiyatga erishimiz deydiganmiz, bedel to'lashimizga to'g'ri keladi. Fursat yaratadigan iqtidorimiz bo'lmasa, fursat o'zi kelganda darhol harakatlanishimiz, zirik bel qo'yib etmasligimiz kerak. Her vakit qandaqlı iş qilayli, zirikish kayfiyati ko'rilganda derhal hareketlenish qiyin ahvoldan qutulishimizga yordam beradi. Zirikib bel qo'yib etish degan bu atalg'u eng dastlab Amerikada paydo bo'lgan.
o kishilarning o'rganish yoki xizmatga charchaganligidan yoki passiv kayfiyat sababidan paydo bo'lgan inkasdan iborat. Harvard Universitetining psixologiya professorlarining tadqiqoti shuni isbotladiki, zerikib bel qo'yib o'tish hozirgi kishilarda umumyuzlik mavjud bo'layotgan passiv kayfiyat bo'lib, bu xil kayfiyat kishilarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga xizmetiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Kishilarni zerikib bel qo'yib o'tishga elib boradigan psixik omillar nihoyat ko'p. Alayliq, məyuslik, g'azablanish, ümidsizlanish, tit bo'lish, uyqusizlikdan kelib chiqqan bosh og'riqi, o'g'inish va xizmatning unumi bo'lmaslik, kishilik munosabatning jiddiy bo'lishi va kazolar. Navodi yoshlar va o'smir do'stlar, yuqoridagi ahvol ko'rilsa, o'g'inishdan zerikish kayfiyati paydo bo'ldimi yo'q deganni obdan o'ylanib beqishimiz kerak. Halbuki zerikish kayfiyatini yengishning eng yaxshi usuli derhal hareketlenishten ibaret. Harvard Soda İnstitutu izchil turda derhal hareketlenishten ibaret soda ro'yini ta'kidlaydi. Bu hal barliq kasbiy direktorlardan yaxshi odatni yetildirishni talab qiladi. Fursat oldingizga kelganda derhal hareketlenishingiz kerak. Soda İnstitutining professorlari o'quvchilarga muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, hozirla hareketlening deydi. Bu dünyada bekar tamak yok. Şundaqla ücmü peş ağzımı çüş dep hareket kılmasınız bo'lmaydi. Özünüz hareket kılmasınız mengü muvaffaqiyat qazanamaysiz. Bu jihatda Harvardning o'quvchisi Bovis cho'nqur ta'sirotga ega. Bovisning ustozi uningga har qanday vaqtda hururlikdan iborat yomon odatni tirishib yengishing, derhal hareketlenishdan ibaret yaxshi odatni yetildirishing kerak deb ko'rsatgan edi. Bovis bu maqsadga yetish uchun ishni atrofidagi ushshaq ishlardan boshlagan. O har qatim ushshaq tushak ishlardan o'zini qochuvganda, ko'nglida cho'qim mushu ushshaq tushak ishlardan boshlashim kerak. Undaq bo'lmaganda tushkunlashib ketaman deb o'zini ogohlantirgan. Bovis da mushundaq tığ-mıtıq taqabul turishdak cheklimi bo'lg'achqa derhal hareketlenishga paydinpay kunib qolgan. O mayli o'g'inish va turmushdagi cho'ng ishlar, kichik ishlarda bo'lsin, derhal hareketlanlaydi, yana kelib qilchimo layg'azallik qilmaydi. Demak, egilik tiklash ro'yini qadrlash Harvard Soda institutining qimmatli xislatidir. Mundaqcha aytganda, büyük gayini amalga oshiramiz deydiganmiz, cho'qim faol hareketlenishimiz, yerim yo'lda bo'shib qolmasligimiz lozim. O'ylab boqayli. Navada ayni chaqda Bill Gates kompyuterdan iborat g'oyat zo'r tijorat fursatini bayqab, derhal hareketlanmay, zirikib balqiyib etgan bo'lsa, biz bugünkidek uchur davriga kirolmagan bo'lardik. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. 21. asr umumyuzlik raqobat davri. Ondaqda bizning raqobat kuchimiz nereden keladi? Harvard Universitetining psixologiya professori David Makley shundaq deydi-ki, kelgusidagi raqobat kuchi hareketdan keladi. Hareket kuchi o'rganishdan keladi. Navodi siz keskin raqobat davrida texnik yuqori unumga erishmoqchi bo'lsangiz, derhal hareketlening, shundaqla o'zligingizdan o'rganish iqtidoriga ega bo'ling. Qadrli qarindoshlar, eng muhim narsa o'zligidan o'rganish iqtidori. Oliy maktabda o'qib shunchalik pul to'lab, vaqtimizni sarf qilib, egallagan narsamiz eng oxirida bizga ömür boyu ezqatadigan narsa nima desanglar, o'zligimizdan o'rganish iqtidori. Shuni yetildirishdan iborat canım do'stlar. Qanday qilganda yosh o'smir do'stlarning o'rganish va turmushdan zerikish ahvolini uzil-kesil tugatgili bo'ladi degan masala o'ylanishimizga tegishlik masaladir. David Makley yoshlar o'smir do'stlar bu maqsadga yetish uchun
tüvendeki bir neçe noktani ishga oshirish kerak deb qaraydi. Birinchi, ilgiriki muvaffaqiyatidan o'z iqtidori va qimmatini bilishi lozim. Shuning bilan bir vaqtda muvaffaqiyat bilan mag'lubiyatning bir odamni o'lchaydigan mutlaq o'lcham emasligini, o'qish natijasi eng tuban o'quvchining muvaffaqiyat qozonish mumkinligini bilishi kerak. Ikkinchi, nishonini oydinlashtirib bilishi, o'rganish muddasiga bo'lgan tushunchasi to'liq bo'lishi, shundaqla har doim ishni tizdan boshlashni, shundaq qilgandala muvaffaqiyat qozong'ili bo'ladiganligini samiga selib turishi kerak. Uchinchi, darsda yoki darsdan sirtqi vaqtda o'zingizni namoyon qilish fursatini qo'lga keltiring. Uchinchi, darsda yoki darsdan sirtqi vaqtda o'zingizni namoyon qilish fursatini qo'lga keltiring. O'zingizni doim muvaffaqiyat qozongan holat kayfiyatda tutib yuring. Harvard Üniversitesining sınıqı. Yani şu chet el tili o'rganishning o'zimi odamda, yani yeni bir so'zni o'rgandingiz, o'rganib oldingiz, sizda bir muvaffaqiyat qozonganlik bir hissi, bir baxtlik bir tuyg'u paydo bo'ladi, qadrli qarindishim. Shunglashqa to'xtamay o'rgansak, yanıla o'rgansak demoqchi. Harvard Üniversitesining sınıqı. Birinchi, o'qishdan zerikib baqdingizmi? Ko'rsatma. Tuvandagi o'qishdan zerikmaganligingizni sanaydigan o'lcham. Bu o'lcham jam'i 20 savol. O'zingizning amaliy ahvolingizga asosan aynan tanlang. Birinchi, o'rganishning ma'nosi yo'q deb qaramsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. Ikkinchi, vaziyatning taqozosi bilan majburiy o'rganamsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. Uchinchi, o'rganish qilganda o'zingizni jonsiz his qilamsiz? A. Shundoq. B. A. Yo'q. B. Shundoq. Uchinchisini qayta o'qay. Uchinchi, o'rganish qilganda o'zingizni jonsiz his qilamsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. To'rtinchi, hozirgi jamiyatda o'rganish asqatmaydi. A. Yo'q. B. Shundoq. Beshinchi, sizningcha o'rganish jafoliq ishmi? A. Yo'q. B. Shundoq. Oltinchi, maktabda o'qish jafoliq ish. A. Yo'q. B. Shundoq. Yettinchi, o'rganishingiz ota-onangiz uchunmi? A. Yo'q. B. Shundoq. Sakkizinchi, o'rganishga qiziqmamsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. To'qqizinchi, sinfda so'lishib o'ltiramsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. 10. Darsda muallim so'zlagan mazmunlarni doim qaramoqqa tushungandek, amaliyotda tushunmamsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. 11. Hamisha saboqdoshlaringizning topshiriqini ko'chiramsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. 12. İşiniz bo'lmagan taqdirdami o'rganish qilganingiz kelmamdi? İşiniz bo'lmagan taqdirdami o'rganish qilganingiz kelmamdi? A. Yo'q. B. Shundoq. 13. O'zingizni kitob o'qiydigan odam deb qaramamsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. 14. Maktabda o'qishingiz vaqt o'tkazish uchunmi? A. Yo'q. B. Shundoq. 15. Maktabga doim kechikib berib, baldur qaytamsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. 16. Muallim bilan bo'lgan munosabatingiz jiddiymi? A. Yo'q. B. Shundoq. 17. Kino, televiziya cho'lponlari, yangi naqshi cho'lponlari, tantarbiya mohirlari, yosh cho'qinquchilarimizga qiziqamsiz? A. Yo'q. B. Shundoq. 18. Darsda diqqatingiz chechilib ketamdi? A. Yo'q. B. Shundoq. 19. Kitobni qo'lingizga olish bilanla beshingiz og'rimdi?
A. Yak. B. Şundak. 20. Dersde ügünüş bilen münasibetsiz işlerini kılıp olturamsiz. A. Yak. B. Şundak. Endi bu 20 tane sual iken kadarlı kırındaşlar. A. Yak. B. Şundak deb cevap verdik. O'qishdan zirikib baqdingizmi degan ko'rsatmalik savol ekan. Tuvandagi o'qishdan zirikkan, zirikmaganligini sinaydigan o'lcham. Bu o'lcham jami 20 savol. O'zingizning amaliy ahvolingizga asosan aynan tanlang debdi. Men savolni tezla o'qib o'tay. O'rganishning ma'nosi yo'q deb qaramsiz. Vaziyatning taqozosi bilan majburiy o'rganamsiz. O'rganish qilganda o'zingizni jonsiz his qilamsiz. Hozirgi jamiyatda o'rganish asqatmaydi demsiz. Sizningcha o'rganish jafoliq ishmi? Maktabda o'qish jafoliq ishmi? O'rganishingiz ota-onangiz uchunmi? O'rganishga qiziqmamsiz? Sinfda solishib o'ltiramsiz. Darsda muallim so'zlagan mazmunlarni doim qaramoqqa tushangandek amaliyotda tushunmamsiz. Hamisha saboqdoshlaringizning topshiriqini ko'chiramsiz. İşiniz bo'lmagan taqdirdami o'rganish qilgingiz kammamdi. O'zingizni kitob o'qiydigan odam deb qaramamsiz. Maktabda o'qishingiz vaqt o'tkazish uchunmi? Maktabga doim kechikib berib, baldur qaytamsiz. Muallim bilan bo'lgan munosabatingiz jiddiymi? Kino, televiziya cho'lponlari, yangi naqsh cho'lponlari, tarbiya mohirlari, yosh cho'qing'uchilaringizga qiziqamsiz. Darsda diqqatingiz chechilib ketamdi. Kitapni qo'lingizga elish bilan beshingiz og'rimdi. Darsda o'rganish bilan munosabatsiz ishlarni qilib o'ltiramsiz degan 20 dona savol ekan. Buning javobining tahlili shundoq deganni tanlaganlar 1 numaraga erishdi. Yo'q deganlar 0 numaraga erishdi. Ondan har qaysi savollarning natijasini qo'shib erishgan o'rtaq numarni chiqaramiz. 1dan 6gacha bo'lgan numaraga erishganlar sizlarda ozroq o'qishdan zerikish kayfiyati bor ekan. 7dan 13gacha numaraga erishganlar sizlarda o'ttirhol o'qishdan zerikish kayfiyati bor ekan. 14dan 20 numaragacha erishganlar sizlarda ig'ir darajada o'qishdan zerikish kayfiyati bor ekan. Sizlar vaqtida psixik doktoriga ko'rinib baqsanglar bo'g'dak debdi qadrlik qarindoshlar. Bugun maqmasangiz ati yurashga majbur bo'lasiz degan mazmunga keldik. Janob do'stlar, bu mushu bobdagi eng oxirgi mazmunken. Birinci sin dersimizde, tedbiriyay sin dersimizde seher saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarhillarını yetiştirişteki en güçlü diyen kitaptan birlikte öğreniş kılıvatımız. Bugün mağmısınız eti yürüyüşke mecbur bolasız. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Hazır kelgüsünün başlanışı. Hazır bo'lmasa kelgusi mu bo'lmaydi. Harvard Üniversitesi'ni bitkizgan sobiq Amerika prezidenti Franklin Roosevelt bugunni qadrlasang, erta hassalab ko'p bo'ladi degan edi. Buyuk dramaturg Shakespeare mo vaqtning soati birni so'z hozir degan edi. Menimcha har bir odam o'z oldidagi har bir minut, har bir sekundni qadrlashi, hozirni chiqish nuqtasi qilishi, atiga qarab tirishib ilgirilish kerak. Chunki hozir kelgusining boshlanish nuqtasi. Hozir bo'lmasa kelgusi mo bo'lmaydi. Biz bugunda yashayapmiz. Tunugün aslimiga aylandi. Ata texi kelmadi. Şunu bugün ular üçün aytganda aqqan su, atqan o'q bilan o'xshash. Ularning turmushida hech qanday iz qoldirmadi. Yoshlar, o'smirlar vaqtni qadrlashi va bugunni obdan iyilish kerak. Bugungi har bir minut, har bir sekund hayotning tarkibiy qismi hisobladi. Hayotning Yoshlar, o'smirlar vaqtni qadrlashi va bugunni obdan egilish kerak.
Bugünkü her bir minut, her bir sekund hayatının terkibi kısmı hesaplandı. Yaşlar onundan en zor ünümde paydalanış gerek. Şunu bilişiniz gerek ki bu köydürüp külge aylandırıp yetişme mümkün. Her bir minut, her bir sekund vakit arzu gayeleriniz ne, oy planlarınız ne, reallıkka aylandırışma. Şundakla onu şunun bilen bir vakitta Harvard korosudaki bugün bakmasınız, ete yuguruşke mecbur bulursiz degen sözünü isimizde mehkem saklışımız lazım. Harvard'ın dershanlarında profesörler daim bugünle ilgileşinin hikayelerini sözleydi. DuPont şirketi dünyadaki en çok chemiye şirketi. Onun rehberi Lawford Gernhardt, halkaralık çoğun şirketinin kişiler anca köp bilip ketmeydiğen bu baş direktörü aldıraş hizmetinden bir saat vakit çıkarıp her kuşunu tadqiq kılıdı. Yana məxsus üskünlər bilen her kuşunu resimge tartıdı. O bu kızıkışını uzunca davamlaştırdı. Keyin her kuş toğruluq köңlüdikidek bir kitap çıkardı. Onun üstüge nopuzluq erbaplar bu kitapını tabiat tarihi toğrusu kitaplar işideki kattı eser deb müayinleştirdi. Lawford Gernhardt bugünni çıkış noktası kılışını bilip köp bilim ügengeçke aldıraş hizmetinin sırtıda moşundak neticeye erişeligen. Muvaffaqiyat yolunda alga qarab davamlıq ilgirlemey toxtab qalsınız, keyinkiler ötüp getidim. Navadı bugün malmısınız, ete yuguruşki mecbur bulursiz. Bulmasa mengü muvaffaqiyat kazanamayısız. Biz bugün atlanışımız, davamlıq ilgilenişimiz başkalardan, özümüzden davamlıq eşip ketişimiz gerek. Hayatımız bugündümü bek ilgirleş, aslı bozumu, muvaffaqiyatga texmo yekilişi lazım. Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözü var. Bir müminin eğer 2 günü bir günge okşaşlı bolup kalsa, yani hiç qandaq aralıqda farq bolmasa o günnünki o ziyan işidir degan mezmundiki. Şunun okşaş qadirli qarindoshlar, biz kündün künge yeni derslerini öğünüp denişimiz lazım. Harvardlıklarının muvaffaqiyat kazanış sırrı. Hemmeylenge ayan ki nişanı var Adem'e qaraganda nişan yok. Adem muvaffaqiyatga asan erişidi. Lekin kişiler nişanını planlap bolgandan keyin derhal hareketlenishga sel qaraydi. Aldın qıladımı zor muvaffaqiyat kazanışga guman qılıdı. Mana bu navadı bugün mangmısınız, eti yugurishga mecbur bulursiz deginimizdir. Bugün төлеген bedelimiz ve körsetken tirişçallıqımız etki muvaffaqiyatimizning mevisi bulup qalıdı. Köңlüңizge ulug'var g'ayni pükkendan keyin bugunla atlanın. Aqlanlık bilen hareketlenin, ilmi halda tahlil ve hüküm kılın. Anden muvaffaqiyat menziliga yetip bağıca davamlıq ilgirlen. Yaş ösmür dostlar derhal, hazır, şu zaman atılışını iyiside mehkem tutuşu her qandaq adamның keynide qanmaslığı gerek. Harvard Üniversitesi'nin sınıfı, muhakeme suali. Saat istirikleri bir günde neç qitim bir yerge keladi? Sualning cevabı. Navada sekund istirikisi yok. Hem minut istirikisi bir minutni birlik qilmay mangilgan saat bolsa bir günde 22 qitim bir yerge keladi. Navada minut boyunca mangilgan yoki sekund istirikisi bar saat bolsa 2 qitim bir yerge keladi. Onundan başka çiçekçakның aralığı ve saat yasıqçılarının seviyesini mi oynaş gerek. Şuna mikro cihetin etqanda 2 yoki 3 istirikinin bir yerge buluşu nahayeti tez. Depto qadirli qarindoshlar. Shunda qilib bugünkü Harvard seher saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi yaş ösmirlerge ötken muvaffaqiyat kazanışının sirleri
Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarkıllarını yetiştiriş en güçleri diyen bunu kitaptın. Biz 4. babni 2. dersini müşahede tamamlagan bulduk kadirli kıyrindaşlar. Demisimo Allah subhanahu ta'ala'nın bir ayeti var. Sen eğitige nimini teyyarladın. Şunu diyor. Yani yeni gelip biz kaç kişi başkalarınınki uzunken, kısıkken, andayken, mandayken digen onu dep otuştun onuğa biz yüzümüz hareketlenip derhal kolumuzga defter kalemni elip ya komuz biz pilavlagan işini kılışqa kirişip kessek biz muvaffaqiyetga şonca yakınlaşkan bolamiz. Bizning musulmonlarninki hadise men o'ylayman muvaffaqiyat shu narsa emas biz yani muvaffaqiyatga erishsak lan bo'ldi qiladiganlardan emas. Biz davomli ishlaymiz. Muvaffaqiyat Allohdan yani tirishchanlik bizden deymiz qadrli qarindoshlar. Endi 5. babga kelar soat 92. sin dersimizde o'timiz. 5. babda nima bor ekan desanglar? Ügünüşte dadil izlediş, ügünüş vaqtingizni mı kontrol qila olmasangiz, yana nima qila olasiz degan babgan bilim eng bexatar boyliq, uni o'g'rimi o'g'rilay olmaydi. Bu dadamninki menga xuluqimga ko'pa qilib aytgan so'zi bu. Ügünüşni vazifamiz qilib davomli ilgirlash turmuşning mangulik bosh temisi. Ügünüşning jafosi vaqtliq, o'rganmaganning jafosi ömürlük. Özümüzde davomli mükemmellashtirishimiz, bilimni iqtidorga aylantirishni o'rganishimiz kerak. Kelgusiga mablag' sog'anlar reallikqa sodiq kishilardir. Talbilarcha o'rganib, mo'tabar begzodlarcha o'ynash kerak. Etraflık bilimge ega bo'lishimiz, yerimchilik su bo'lmasligimiz lazım. Qadrli qarindoshlar, bu 5. babda birlikte o'rganadigan mazmunlar ekan. Yani 179. betdan boshlab 222. betda yine bir tema bor ekan, shuning bilan tugaydi ekan 228'de. Yani bunu mu belki 2 saat öğrenişimiz mümkün canım dostlarım. Aynı kıydakımız yani 2 saat öğrengidekimiz 92 ve 93. dersimizde tüketkidekimiz bu 5. babda. Anda olsa bugünkü tedbiriya isim derslerden 91. dersimiz mişerde tügedi. Kitapni Türkiye'den keltirip okusaqlama boludu, qadrli qarindoshlar. Yoki shunga o'xshash birlikda o'rgansakmi boludu. Buni biz tadbiryay.com deb kiysanglar, ya'ni mening YouTube kanalim ochiladi. Aşağıya yüklab qo'yamiz. Yerdan ko'rsanglarmi yoki bo'lmasa tadbiryay radio anchor.fm yanto siziq tadbiryay deb assanglar aşağıdan mı çıkıdı? Bunu mu ayrım bir epizod qilib qo'ydim, bilim qilib qo'ydim. Şerden tanışıp alsanlar buludu qadrli qarindoshlar. Başka dostlarımı yetkizib qo'yinglar, tavsiya qilib qo'yinglar, canım dostlarım. Ana olsa Allah'ın özü amanet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.